أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم O ey Rabbim, manga ayolimning homildor bo'lganligiga bir belgi ato qilgin dedi. Allah sana berildigan belgi shuki, sen 3 kungacha kishilarga gap qila olmaysan. Faqat ishoratli qilasan. Rabbingni ko'p yod etgin. Atigan kashda tasbih aytqin dedi. Farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Allah haqiqatan seni tanladi, seni pok qildi. Seni bütün dünya ayollaridan afzal qildi. Ey Maryam, Rabbingga itoat qilgin, sajda qilgin va ruku qilguvchilar bilan billa ruku qilgin. Ey payg'ambar, bu biz sana vahiy qilayotgan g'ayib xabarlardandir. Ular Maryamni tarbiyalashni talishib, chek tashlash uchun qalamlarini suvga tashlagan chaqdimi va ular bu haqda da'talash qilishgan chaqdimi sen ularning yenida yo'q eding. O'z vaqtida farishtalar mundaq degan edi: "Ey Maryam, Allah sana o'zining bo'l degan kalimasi orqali to'riladigan bir farzand bilan xush xabar berdi-ki, uning ismi Maryam o'g'li Masih Isodir. U dunyodami, oxiratdami obro'yliq va Allohga yaqin kishilardan bo'ladi. U bo'shukdimi, o'ttir yosh bo'lgandimi kishilarga haqiqatni so'zlaydi va yaxshilardan bo'ladi. Maryam, ey Rabbim, menga hech bir insonning qo'li tegmagan tursa, mening qandoqmi balam bo'ladi dedi. Farishta aytdi: Allah xolig'ini shundoq yaratadi. U biror ishning bo'lishini iroda qilsa, bo'l deydi-da, u darhol bo'ladi. Allah uningga xat yozishni, hikmatni, Tavratni, İncilni öğütüdü. Onu İsrail avlodiga payg'ambar qilib avatidi. U deydi: "Shaksiz ki men sizlarga Rabbinglar tarafidan bir mo'jiza elib keldim. Men sizlar uchun loydin qushning shaklidek bir narsa yasayman. Ondan uningga pöylayman-da Allohning irodasi bilan u qush bo'ladi. Yana Allohning irodasi bilan tug'mi ko'rni, baras kesilini saqaytaman. Allah'ның iradesi bilen ölüklerini tirildirimen. Sizler yigen ve uyumlarda saklap koygan yemekliklerden haber berimen. Şeksiz ki, eğer Allah'ның delil paketlerine işensanlar, bunun da sizler üçün elbette mening peygamberlikimni körüstüdüğün alamet var. Men ilgiri kelgen Tevratni tasdiqlagan halde keldim. Sizlerge haram kılıngan bazı nerslerini halal kılış üçün keldim. Men sizlerge Rabbinglar tarafidan dalil elib keldim. Allah'tan qo'rqinglar va menga itoat qilinglar. Shaksiz ki Allah mening Rabbimdir, sizlarning Rabbinglardir. Uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. İsa ularning kufrida ching turadiganligini sezgan chaqda, Allah yo'lida menga kimlar yordamchi bo'ladi dedi. Havariylar aytdi: Allah yolida sana biz yardımcı bo'lamiz. Biz Allah'a iman ettik. Guvoh bo'lgin ki biz shaksiz musulmonlarimiz. Ey Rabbimiz, sen nazil qilgan İncilga ishandik. Payg'ambarga ergashdik. Bizni haqiqatga guvohlik berguvchilar qatorida qilgin. Yahudilar İsa'ni o'ldirish uchun suiqasd planladi. Allah ularga qarshi tadbir qo'llandi. Allah tədbir qo'llanğuchilarning eng yaxshisidir. O'z vaqtida Allah aytdi: "Ey İsa, men seni elib ketaman. Seni dargohimga ko'tiraman. Seni kafirlardan qutqizaman. Sana ergashganlarni qiyomatgacha kafirlardan ustun qilaman. Ondan mening dargohimga qaytisizlar. Shu chaqda sizlar ixtilof qilishgan ish, ya'ni İsa'ning ishi ustida oranglarda men hukm chiqaraman. Küfrida ching turib olganlarni bo'lsa, dunyo va oxiratda qattiq azoblayman. Ularga hech bir madadkor bo'lmaydi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, Allah ularning mukofotlarini to'liq beradi. Allah zolimlarni yaxshi ko'rmaydi.
Ey payg'ambar, bu bo'lsa sana biz o'qib berayotgan oyatlardir va hikmatli Qur'ondir. Shaksizki Allohning nazarida Isoning otasiz yaratilganligi Odamning yaratilganligiga o'xshaydi. Allah Odamni ota-onasiz holda tuproqdan yaratdi. Ondan uningga bo'l dedi-da, u darhol bo'ldi. Bu haqiqat, ya'ni to'g'ri xabar Rabbing tarafidan kelgandir. Şoň sen şek keltirgichilardan bo'lmagan. Sana İsa to'g'riliq haqiqiy ma'lumot kelgandan keyin kimki sen bilan munozirlashsa, sen ularga kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringlarni, ayollarimizni va ayollaringlarni, o'zlarimizni va o'zlaringlarni chaqirayli. Ondan Allohning la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allohga iltijo qilib duo qilayli degan. Shaksizki bu albatta rost qissalardir. Bir Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'qdir. Shaksizki Allah haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar ular iymon aytishdan yana bosh tortsa, ular cho'qim buzg'unchilardir. Shaksizki Allah buzg'unchilarni obdan biladi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, ey ahli kitob, faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani shirik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni iloh qilib olmaslikdek hammamizga o'rtoq bo'lgan kalima tavhidga kelinglar. Ey iymon etganlar, agar ular bu go'zal da'vatni qabul qilishdan bosh tortsa, ularga undaqda sizlar bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar denglar. Ey ahli kitob, nima uchun Ibrohim to'g'risida munozirlashsizlar? Halbuki Tavrat bilan Injil Ibrohimdan keyin nozil bo'lgan tursa, sizlar aqlinglarni ishlatmamsizlar. İbrahim qandaqmı sizlarning dininglarda bo'lsin? Sizlar shundoq kishilar ekansizlarki, o'zinglar biladigan narsalar to'g'risida munozirlashdinglar. Endi o'zinglar bilmaydigan narsa to'g'risida nimishqa munozirlashsizlar? Buni Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar. İbrahim Yahudiymi emas, Xristiyanmi emas, lekin u to'g'ri dinga e'tiqod qilguvchi itoatman musulmon edi. Mushriklardan emas edi. Shaksizki İbrahimga eng yaqin kishilar uningga ergashganlar. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom va uningga iymon etganlardir. Allah mu'minlarning madadkoridir. Ahli kitobdan bir turkum kishilar sizlarni ozdirishni orzu qiladi. Ular amaliyotda o'zlarini ozdiradi. Ular bo'lsa buni tuymaydi. Ey ahli kitob, sizlar Muhammad alayhissalomning payg'ambarligi haqida kitobinglarda kelgan Allohning oyatlariga guvoh bo'lib turib, nima uchun ularni inkor qilasizlar? Ey ahli kitob, sizlar nima uchun bilib turib haqni botilga aralashtirib etisizlar va haqiqatni yushirsizlar? Ahli kitobdan bir turkumi mu'minlarga nozil qilingan vahiyga atiganda iymon aytinglar, kechdi yenib elinglar. Shunda qilsanglar, ular iymonidan yenishi mumkin. Faqat sizlarning dininglarga ergashgan kishilarga ishoninglar dedi. Ey payg'ambar, aytqinki, haqiqatan to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. Yahudilar yana o'z orasida sizlarga berilgan ilmning boshqa qandoqli bir kishiga berilganligiga yoki ularning Rabbinglarning dargohida sizlarga qarshi dalil qilib olishiga hujjat bo'lib qolmasligi uchun bilgininglarni ularga oshkorlamanglar deyishdi. Ey payg'ambar, aytqinki, fazil karam Allohning ilkididir. Allah uni xohlagan kishiga beradi. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilguchidir. Allah rahmatini o'zi xohlagan kishiga xos qiladi. Allah ulug' fazil egasidir. Ahli kitobning orasidan ba'zi kishilar borki, uningga ko'p pul mol omonat qo'ysangmi, sana uni qaytirib beradi. Ulardan yana ba'zi kishilarmi borki, uningga 1 dinar omonat qo'ysangmi, uning beshida tikilib turmog'icha uni sana qaytirib bermaydi. Bu shuning uchundirki, ular savodsizlarning bizga qarshi yo'li yo'q. Ya'ni dinimizda bo'lmaganlarning pul melini yevolsak bizga gunoh bo'lmaydi deydi. Ular bilib turib Allah nomidan yolg'onni to'qiydi.
ish hargiz ular degandek bo'lmaydi. Kimki ahdiga vafo qilsa va gunohdan saqlansa, Alloh ana shundaq taqvodorlarni yaxshi ko'radi. Allohga bergan ahdini va qasamlarini ozg'ini manfaatga tegishadiganlarga oxiratda yaxshilikdan hech qanday nasibi yo'qdir. Qiyomat kuni Alloh ularga gap qilmaydi, qarabmi qo'ymaydi. Ularni gunohdan poklamaydi. Ularga qattiq azob bor. Ahli kitobdan bir turkumi kitobda bo'lmagan narsalarni sizlarning kitobda bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini to'lg'ab turib o'qiydi va uni Alloh tarafidan nozil bo'lgan deydi. Halbuki u Alloh tarafidan nozil bo'lgan emas. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Alloh hikmat va payg'ambarlik ato qilgan bir insonning kishilarga Allohni qo'yib menga banda bo'linglar deyishi mumkin emas. Lekin u inson sizlar kitob, Qur'onni o'rganish va boshqalarga o'rgatishinglar orqali Rabbani olim bo'linglar deydi. Shuningdek uning farishtalarni, payg'ambarlarni iloh qilib olishinglarga buyurishi mumkin emas. Musulmon bo'lguninglardan keyin payg'ambaringlar sizlarni kufrga buyurumdi.